Assalomu alaykum, hurmatli bizning YouTube'dagi obunachilar. Sizlarga bugun ko'rsatadigan mashinamiz bir dona 1.8 Lacetti. Baholarni oldindan aytaman. Yoqsa ko'rasizlar like bosib. 56 milyon so'm 2013-yil. Bir dona Malibu 2.4 lik qop-qora svet 79 ming yurib turgan. Onda do'ttasini ham ko'rsataman. 217 milyon so'm. Naqd pul bo'lsa ozgina qaytarib. Üçüncü mashinamiz 20 milyon 500 ming so'mga bir dona Matiz. Eğer ma'qul bo'lsa, hazatib videoni chiroylatib ko'ringlar. Yana imunda turibdi Lacetti 1.8 avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari asfijit bo'lgan, salon holatlarini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Akkuratli bo'lib turibdi, hamma joyi top-toza bo'lib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Motor eng asosiysi moy yemaydi, 100% javob. Leboy ustangizga aytib ko'rsataversangiz bo'ladi. Lekin kraskasi salgina ko'proq, sababi Lassettilere zang tushadi, shuning uchun ikki bo'yni bo'yatdim degandim bo'ldi egasi. 56 milyon so'm 13-yil endi Lacetti menimcha hammadan bo'lavermasa kerak. Lekin mashina texnический, kuzupunda, elektrический hech qanday ishi yo'q, olib hazatib minasizlar. Kredit olaman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, bir 3-4 milyon so'm puli bilan kiysangizda kelsangizda kredit ham chiroyli chiqadi, lekin arzon chiqadi. Xullas kalam bu mashina qiziqinglar, bu sizlarga bir oilani gullatadigan mashin bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri, Lasettilarni to'zib qolganlar ham ko'p, lekin bu mashina unday emas. Kraskasi ko'proq, lekin mashinaning o'zi mazzi. Hazatib minasizlar. 56 milyon so'mga yo'qmi deb 13-yil oppoq svet Lacetti. Yana bon tomonlaridan ham qaranglar. Ko'rinib turibmi? Mana. Endi ikkinchi Malibu avtomobilimizga o'tadigan bo'lsak, Malibu avtomobilimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 79 ming halol probeg yurgan, eng asosiysi hech qanday gaz qo'yilmagan, o'zi nishab salondan chiqqan bo'lsa, shunda deb bir qo'l hazatib minilgan ekan. Mashinani kelinglar bir g'irdabarakini aylanib ko'ramiz. 2-4 avtomobil koja salon bo'ladi, bu latta salon bo'lmaydi. Bu mashinani haydab ko'rganlar biladi. Bir gaz berganda kapinkasini yapışık kalaslar. Aşınday narsa bu. Yine apşipkalarına qarang. Matvi bo'lib, top-toza bo'lib turibdi bellarina. Bu himchiska hech narsa ko'rmadi bu mashin. Bu mashin egadan nishab turgan bo'lsa, shu holatida men sizlarga ko'rsatib turibman. Gentra'ga Malibu bor. Gentra'ga yana Malibu rul qo'yib, unda 250 tushdi, 200 tushdi deb qisliqib yurmanglar. Alinglar yana 217 milyon so'm Malibu'ni o'zini olib azatib mininglar. Eng asosiysi azob chekmagan. Yili bo'laveradi uni. Kam yurgan. Zo'r narsa. Yana ikkinchi qatorlarni ham ko'ringlar. Umuman odam mingan bo'lsa bir 5-6 marta mingandi. Bir idora tashkilotda kattaroq odam ishlaydi, odam mashina. Azatib minasizlar, xudo xolasa. Motorlari o'zini chang'inda dim chiroyli bo'lib turibdi. Olgan odam bir xayr topadi, xudo xolasa. Bu mashina bankimiz 200 milyondan sal ziyod beradi ekan. Bu degani bir 20 milyon so'm pulingiz bo'lsa, sizning ishingiz bitadi. Agar ko'proq bo'lsa, undan ham zo'r. Ko'p kredit olmoq nima kerak? Qani 50 milyon olsangizda. Ya umuman naqd pul olinglar. Xullas kalam bu Malibu'ni qoldirib bo'lmaydi, bu Malibu'ni olish kerak. To'g'ri, bunday Malibu'lar 200 milyon ham bor, 190 ham bor, lekin mashin bilan mashinning farqi bor. Kelinglar, ustalaringizni olib kelinglar, mashinani ko'ringlar, sizlarga обязательно yoqadi. Ishunmayach. Endi 3-chi avtomobilimiz o'zlarimizni Jaydara Matiz avtomobili bo'ladi. Bu nikel svetni teyinda sapsari svet bor. Uni gizlatib bo'yab, taxlab qo'yibmiz. Xullas kalam olib azatib minaverasizlar. Bir vaqtlari bu mashinada qo'shko'pir urgach qatnalgan bo'lishi ham mumkin, balki mingandirsiz ham, donirsiz ham. Lekin mashin 360 ming yurgan, haqiqiy o'zini probeklari 4 tona yumshoq balonlari bor. Keyin chexol, polik, xullas kalam bir mashinada nima bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa bor. Hammasini u maqtava kiritmanglar, prosta bor narsasini bor deb aytib turibmiz. Prostoy variant. Salon holatlari boricha. Eng asosiyini aytaman, buni bunday deb ko'rib o'tirgandan ko'ra bir dona like bosinglar, pulini aytaman. Bosdingizmi? Endi ko'p ya'ni berilavermang dedi-ku, nima deydi? Azdim shu narsa bo'lib yotibdi. Kibra berilavermang, bir dona like bosib qo'ying, sizdan nima ketdi? Pulingiz ketmaydi, qo'lingiz ham og'rimaydi. Qarang, yaxshi, hazillanmasi. Bu mashinani 20 milyon 500 ming so'mga beraman, lekin egasi generalniy berimman debdi. Boring shundan bir gaplashib ko'ramiz. Lekin oformleniya deb keldi egasi 20 milyon 500 ming so'm kimnidir qiziqtirsa kelaverasizlar. Bank ham bir 20 milyon so'm, 18 milyon so'm bu mashina kredit beradi. Qiziqsangizda 5-6 milyon so'm puli bor odam bemalol gap bu mashinadan olsa bo'ladi.
Esa bizning videolarimizni ko'rib, shunday like'larni bosib, poddeshkada turgan hamyurtlarimiz, do'stlarimizga katta rahmat aytamiz. Aman bo'linglar. YouTube'dagi obunachilar sizlarga bu mashinani ko'rsatmay o'tibman. Hozir videoga buni qo'shib beraman. Xudo xolasa 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Tracker 1 avtomobilimiz beli jemchug metallardan tayyor. Faqatgina pulini berasizlar, 112 millionni sotib olasizlar. Hazatib minasizlar. Menimcha egasi generalniy davnisam beradi, lekin otlaringiz o'tirganingiz yaxshi, quloq tinch bo'ladi. Gap ana. Mashinning salon holatlari bilan tanishib, balandligini qarang, balonlarning diskalarini kattaligini qarang. Yana ikkinchi ko'rinishi Himchiskada polni hammani top-toza etib qo'yibmiz. Avtomat korobka, beli jemchug, ichlarini ko'rinishini qarang, option bomba. 112 million so'mga bu mashin shkolant baho, shkolant. Eldi tomondan ko'rinishini qarang. Qaysi mashinani eslatadi, eldini qarang. Malibu 2 ni eslatami eldilari? Shular bilan birga amerikanskiy mashin-ku bu, ikkilik motorlari. Endi mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 117 ming halol probek yurgan, metallar ustanovka qilingan, yana no kraskasini keladigan bo'lsak, kraskasi toza ekan, bahosi 112 million so'm, krediti 25 million so'm bilan chiqadi. Ishonda birozgina kirchiq bor ekan, kraskada ezib qo'ydilar. Ato boshqalari zo'r. Hammangizni qo'shni avtoda kutib qolamiz. Buni endi bu mashinalar hozir Jeep ko'rinishidagi mashinalar, baland mashinalar, haydasang hazzatasan, g'altinglardan ham o'tib ketaverasan. Kimnidir qiziqtirsa, kelinglar, top toza narsa hazzatib olib mininglar. Omon bo'linglar.